ruxsat bersa o'rnimdan turib olsam, masala muhimligidan bitta misol keltiraman. Hammamiz yaxshi niyat qilib uy joy qilamiz deb doim pul yig'amiz. O'zbekning eng katta niyatlaridan biri bu uy olish. Hozir mana shu yashirin iqtisodiyot shu darajada juda ham bir ayanchli tarzda qurilish sohasiga ta'sir qilyaptiki, quruvchi nima deyapti? Bir yerni oldi, mana shu yerda men uy sotaman sizlarga deydi. E'lon beradi, sotuv ofisini ochadi. Hammasi ham emas, ba'zilari mana shunday ishlarni qilishyapti. Shunda nima bo'ladi? Siz ular bilan shartnoma qilayotganingizda e'tibor bering. Oldi sotdi shartnoma qilmaysiz. Ular sizga shunday shartnoma beradiki, siz u yerga investor bo'lib kiradigan shartnomani beradi. Va uyni narxini o'sha ishlatadigan ishchilar 100 ta odam ishlasa, 10 ta odam ishlatyapti deydi-da, uyi narxini deylik $100,000 bo'ladigan bo'lsa, $10,000 deb ko'rsatadi. Siz shartnomaga $10,000 kiritdingiz. Sizga aytadiki, mayli deb notariusga borganda kamroq pul to'laysiz. Qo'ying, undan ko'ra mana 10,000 ni bering, men siz investor bo'lib kirdingiz. Men sizga uy bitgandagi beraman sizga deydi. Vaholanki keyin olmay yuramiz uyni. U sizga rasmiy oldi sotdi shartnomasini bera olmaydi. Sababi uni hali yerga ruxsati chiqmagan. Hali kadastri chiqmagan, hali gazsindan o'tmagan, hali ko'plab rasmiy ishlarni qilmasdan turib sizga ular investor bo'lib kiring deydi. Va juda ko'p quruvchi kompaniyalarga mana shunday xalq aholimiz minglab aholimiz chuv tushayotganlari bor. Shuning uchun bu yerda bizni moliyaviy, huquqiy savodxonligimiz bo'yicha juda ko'p ishlashimiz kerak. Diqqat qilish kerak. Agar biz shartnoma qilayotgan bo'lsak, quruvchiga borib oldin mana shu sizni qurayotgan yeringga uy qurishga ruxsat chiqdimi yo'qmi? Tekshirish kerak. Toshkentda shunday trend borki, men bu yerda bog'cha quraman deb ruxsat oladi. Men bu yerda avtoturargoh qo'yaman deb ruxsatlarni oladi-da. Keyin borsiz, u yerda baland qavatli uy qurayotgan bo'ladi. Shuning uchun siz uy olishdan oldin bu yerda qanday hujjatlaring bor? Gazsindan o'tganmi? Ruxsat olganmisan? Sen menga oldi sotdi shartnomasi berasanmi yoki bu yerga sherikchilik pay yoki investor bo'lib kirish shartnomasini berasan? Mana shularga e'tibor berish kerak. Va narxini qancha ko'rsatasan? Real ko'rsatasanmi yoki 10 barobar arzonlashtirilgan ko'rsatasan? Mana shularga e'tibor. Ya'ni tadbirkor insonlarimiz uy olamiz deb yillab yig'gan mablag'larini yig'ishtirib turib 10 ta uyni 100 ta odamga sotib ketayotgan odamlarimiz yo'q emas. To'g'ri. Mana shu jihatdan xufiyona iqtisodiyotni qay darajada ta'sirini ko'ryapsizmi? Muxtor aka, men rahmat aytmoqchiman. Nimaga rahmat bilasizmi? Yashirin iqtisodiyotlarni ko'ryapsiz-da. Bir daqiqa, shunchalik jon kuydirib, mana o'rningizdan turib, shuni aholiga tushuntirishga harakat qilyapsiz. Bu naqadar yomon ish ekanligini tushuntiryapsiz, sizga rahmat aytmoqchiman. Oxirgi so'zingiz shunaqa tavsiya beringki tomoshabinga. U tomoshabinlar bugun yashirin iqtisodiyotdan o'zini chetga